Ey insanlar. Sizler muşundak nadam petim jüri ve sanla. Men sizlerini ozdurup, tuyuk yolu başlap, hanı veyran kılıp, oldumdu tızlandırıp, zar yığlatçı. Şeytan. Şeytan bulma. Bugün ben intayin hoşal. Çünkü bir cüp inak ailenin oturğusu diye silip ulanı acıraştırıp ettim. İki balsı kan şıklap gitti. Ayalı olsa acıraşmaydım dep gitti. Ben ulanın içini şalı karab, kılkık kaldırıp içilip gitti. Acep adam çıktı. Yaxşımısınız şeytan pırım? Kim o? Vay men AIDS virusu o, tanımadınız mı? Unutup kapsız değil mi? Oy menin kıyametlik dostum, mengülük hemriyim, virüs hanım bu. Kayfiyatınız taza yaxşı emas kocanım, sizge nima bo'ldi, ha? Xizmetim o, kayfiyatim o, taza yaxşı emasdan, ha? Makram. Onu çektep ketme, kadirligim. Bizlik xizmet netijanlar intayin zor bo'ldi. Qisqagina vaqt ichida har xil omillar orqali 200 dan ortiq odamni tiniq makalashib, insonlarni nabud qilish suritinlar hassilab ish beryapti. Şundak. Bu yil biz sizlarni ilg'or kollektiv qilib bog'lamoqchi qadirligim. Oş, vay ne etkini? Siz onda degen bilen, bizden başlık, menin işleyen xizmetimni fakat körüp gitmeyivatıdı. He, deysizlar, oş yenideki zukam yütellerini mi kapatlaydı qaran? Qaraqsam, bu qitim onu vardı mı? Oş yenideki yalaqçılar berivetti. Oylusam şunda içim açık oldu. Ben degen bu yıl zehir çekkici hem paşvas dostlarımla birleşip 200 artık adamdan teniq besip kirdim. Yaraysiz. Muna, bu menin xizmetimdi. Biroq boshliqim bilmasa men qanday qilay men? Voy, unchalik ranjib ketdim. Bir yil boshlig'ingiz sizning bu natijangizni cho'qim amallashtirdi. Sizni ilg'or xizmatchi qilib bog'laydi qadrligim. Sizning bu shu zo'r to'pingizda mening bu ajrim bog'i deyman, ha? Oyey, pirim, bommandigan. Lekin bog'i maşı yaqinning ya qulamga toza yoq sovg'atlar tushmayotdi. Bommasi o'zini ne siqitdim. Yo'qlab kelib bo'latdim pirim. Yo'qsin. Pul puchak, huquq, manfaat, yuz obro'y deganlar inson xas ishlar jinim. Sizning menga amaliy natijangiz lozim, ha? Nima ishdan kelganingiz? Qani, dang. Oyey, deyma. Pirim, olduk günü boshliqimdan ishxonasi onu to'g'riliq qilsam, menga bu da muhim vazifani yana bir nimada qilay. Ajab yaxshi, ha? Bu qitimqi vazifam odimilik shirkatining direktorning tiniq bevos kirishga. Yaraysiz. Biroq qonchi qisam faqat kiramadim. Ajab ketgansiz. Siz insonlarni ozdirish universiteti a'lo tutkizib turib, mishlik ishla qilamadingizmi? Voyjon, pirim, bu vaqt ne bak onun tiniq kirib bo'latdim. Lekin bog'i uning yanida axloq degan bir kotibi bor ekan. Shu bir nima orimizga kirib elib, meni faqat taraq qildirmayotdi. Xatirjam bo'ling. Biz axloqni shirkatda qo'llab chiqarsak, hammish oson. Uy, pirim siz bek aqlliqchimi? Qanday qilib qo'g'laymiz? Men qarang. Biz satanglar esli ish qilamiz. Siz insonlarning xarakterini tushunmaysiz qadrligim. Bularning pul topgan ba'zilari xudini yo'qitib, xotin usti xotin elib, chiroyli qizlarni ko'rsa, shallikni yiqitib bo'lanmay qoldi. To'g'ri. Men sizni eng chiroyli holatdagi inson qizga aylantiraman. Pirim. O'zimni bo'lsam, direktorning eng yaqin do'sti qilib o'zgartiraman. Shuni ularni ozdirmaysiz. Pek yaxshi qildingiz. Aytib qo'shib qilyaptınız meni. Ular keldi. Hay axloq. Mana
Sen boğallığın için devletke, cemiyetke izcil köp koşup kelatımen. Sana köp rahmet, ahlak. Arzimaydi. Direktor arzimaydi. Siz meni qadrildingiz. Ben sizni qadrildim. Sizga o'xshash mard, sehi, karxanchi boylarimiz ko'plab chiqadigan bo'lsa, jamiyatimiz texmi go'zal, ham illiq bo'lib ketadi, direktor. Ha, qani aytqina. Bugungi xizmat tartiblarini qanday o'rlashtiradi? Qulqim senda. Bugungi xizmatlarni manda o'rlashtirdim. Xo'sh. Atdigan soat 8da oliy maktabga imtihon berib, iqtisod yetishmay o'qiyamatgan 50 nafar o'quvchiga o'z qo'lingiz bilan pul iyona qilasiz, direktor. Yaxshi, yaxshi. Saat 10da şirketimiz 100 milyon mablag' sağan Ümit Qurilish maktabining ul qurishiga qatnashsiz, direktor. Ha, yaxshi, yaxshi. Saat 12da şirketimiz sanatoriyasiga berib, cho'nglar bilan yashanganlar bilan tushlik tomoqda birga bo'lasiz, direktor. Nayt yaxshi. Mamlatga ular bilan tushlik tomoqda birga bo'lay deb o'ylab topdim. Yaxshi o'rlashtiribsan. Ha, tushlikchi. Tushlikka saat 2da sizning ayolingiz bilan men Mehribon Allah kollektiviga berib, saxovat ishlariga qatnashman, direktor. Demek ben senden tushlikdan bir necha soat ayrılıp qoldi ekanman-da. Bu kunlar senden ayrılmasam mı bo'ladi? Bo'pti. Bu bir necha soatnimi tushimni ishlab o'tkazaman. Haras. Bizning iliqi qiz kotib tanlashimiz qanday ketdi? O ishlar, direktor, yurishyapti-da. Lekin shirkatimizga oliy maktabdan kelib imtihon berayotgan nurg'ulg'an aspirat doktor qizlar kelyapti. Lekin shirkatning ba'zi qayta tizimlariga to'g'ri kelmadi, direktor. Bu ishlarni yurishib ketdi. Siz xotirjam bo'ling. O'zim bir taraf qilma. Ansirman. Ha, bo'ldi. Men sana ishinaman. Direktor, vaqt to'shib qoldi. Ma'amdiq. Mayli. Qani. Jur. Amma sen tushlikdan ishni obdan o'rlashtirib, vaqtida qaytib kelgin. Sen saqlaymanjimi? Kechib qolmagan. Ma'qulmi? Bir kun shunchalik jafoliq ishilgan bo'lsam-mi, lekin yenimda axloq bo'lganligi uchun o'zimni qilchimi charchashni qilmadim. Axloq. Sen hozir nalar yuriydigansan, ha? Qo'yma, segindim bu seni. Assalomu alaykum, qadrli direktor og'aynim. Ya Allah. Va alaykum assalom. Qandaroq adosh? Bormisan ey? Yaxshi. Bak, Shu ishni ko'rsataylik. shuna qilamda. Kela. Oy Allah. Yo Qandaroq? Qara. Kela. Ya Allohim. Bormisan ey? Baba. Davlatda davlat. Aqachirayning val taqra ketgan. Sen bizni yo'qlamading adosh. Biz seni yo'qlab keldik. Ben bu işinin aldarsızlıkta seni yoklamadım. Köçürgüncü mü? Ya, unda deme. Seningdek direktor ağalarımızdan çıktığında biz paqilimiz adas. Rahmet. Sen bu şu cemiyette nurgun yaxshilanib ketibsan, ha? O'qisiz qolgan bolani o'qitibsan, yo'l yasayibsan, maktab saytibsan. Ya Allah, jenim ag'ina makagina. Datura. Qandoq bir mehribon ana tuqqan bo'lib ketgensini. Bak, devlet beni qo'llayotdi. Her millet halkı beni qo'llayotdi. Ondan da qarab tursam bo'lmaydi. Az tula yaxshi chiqib qo'ydim shu. Ras. O deningu to'g'ri adash. Meni demoqchi o'g'lim, sen qilayotgan mushu yaxshi ishlarni hukumat qilsa adash. Shundoq. Ammo shundoq tez topgan pulni unda buzversang bo'lmas. Meni demoqchi o'g'lim, mushu ish qilganchada axloq azroq kallangni qaydirdi, ha? Axloq mı? Yok. Onun da ondak mesul yok. Ben onunla bu işini. Senga taqdi kek yatmabdi degan gap bor. Ne deganing bu? Taqib ketibdi. Tarqalib ketibdi? Neni tarqalib ketibdi? Voy, eshitdim qilmagan ama gap taqib ketmadi, gap. Man qaradash, eniroq aytqana. Qaysi gap tarqalib ketibdi? Ey, Sadoqada jinim adash. Xo'sh. Yilqi sen ishongan axloq Ha. men bo'lmagan bo'lsam, direktor tugishatdi. Shirkatda mening deganim degan. Men bo'lg'ashqa direktor bo'lib turibdi deb gap taqib ketdi qara. Axloq mı? Axloq? Ha. Yok. Onu da onda mesul yok. Onu bundan gap tarqatishi mümkün emas. Sen gap tarqatib jimgin. Ma'qulmi? Ma gapni. Unda sen bu gapni qon bo'lib mendan davsa. Voy, astag'firullah. Yana bor. Ha, xo'sh. Axloq bilan ayolingning munosabati ekan. Ras. Hey, Ha? Ko'zni ichi qaraydi adamni? qalamga gap qilmajimi? Yo'q. Jinim, qarindishim, men qalamga gap qilmadim. Hammasi ishimiz yaqin bo'lsa, voy sen deb qo'y deb san ko'ngil. Bo'ldi. Quruq gapni qo'yib, shirkatdan chiqib ketdi. Men qara adash. Bo'ldi. Yaqin og'ayna bo'lsa, voy bo'lma chiqdi. Oye, pirim, yomon sakrab ketdi-ku. Men qara qadrligim, siz insonlarni tushunmaysiz. Bu haqning onasi to'g'riliqga qisaq jim turgan, xotin to'g'riliqga qisaq sakraydigan haq. Qanda,
chiroyli bo'lib ketsiz. Endi uni shoshib ketgan bo'ldi. Xo'sh. Yaxshimisiz, direktor? Voy. Yaxshimisiz? Siz kim bo'lasiz? Voy, men degan sizning katibingiz bo'ldimi? Men degancha oliy maktabni bitirgan, texi necha davlatning tilini o'z ona tilimda so'zlayman da. Masalan, baqo, italiycha, ruscha, inglizcha, yaponcha qatorliqlar. Yaxshi. Tushunishlik. Axloq bilan ko'rishdingizmi? Voy. Mana bu gapingizni sizdan qanchalik samimiy odam ekanligingiz chiqib turdi. Biroq axloq undoq emasga, u hozir bu shirkatning direktori, siz bir odatdagi xizmat so'p qapsiz. Direktor, oldin kuni vaqo, men siz degandek uni izlab ishxonasiga borgandim. Masajchilikni. U bir ayol bilan Irmash. Chirbosh o'qib qara. Nima deydigansiz? Yurmas! Kimligini bilamsiz? O'zing ayolingizga. Yurmas! Nima? Yurmas! Astagfirullah. Voy jon, direktor, siz menga faqat ishonmadingiz-a? Axloq vaqo, mening iqtidorim qo'l qo'yganmisizmi? O yana meni bu shirkat qabul qilmadi. Sababini bilamsiz? U meni bu shirkat qabul qilsa, uning chog'lari chiqiydi degan gap. Ketaymi deb baxtim. Shu yana sizni o'ynab ketmadim. Astagfirullah. To'xta. Men o ishchisiga bu shirkatning direktorining kim ekanligini hozir ko'rsatib qo'yaman. Deb yaxshi oldu. Olmadimi? Tova. Olamdi ular telefonni. Nima? Her ishkes telefonni olmaganda, demak, ular sizning do'ppingizga jigini silyapti, direktor. Ajab bir gapimga ishonmay ketdingiz-a. Shundaq. Siz ben bilaman. Voy. Men og'ir qabul qilgan o'xshamdimi? Voy direktor, voy to'xtang-a. Voy to'xtang. Men og'ir uning tiniq diskrel. Yaraysiz qadrligim, yaraysiz. Biroq doğru deganga qanday taqabul turma. Men qarang qadrligim, men insonlarni ozdiraolgan bilan ilm fanni ozdirolmayman. Buningga o'zingiz bil amal qiling, ha? Ammo uni tiniq kirib yaxshi qilibsiz. Voy, shayton prim. Voy. Nima desam bo'la? Ras, doğru deganim uzun iste'mol qilsa, odamni o'ldirdi deb tashviq qilsa bo'lmanda. Voy shayton prim, to'xtang-a. Voy to'xtang. O'zim topgan baloga nagi baray da'voga degan manumush bir necha soat axloqdan ayrilib shaytonning kayni kirib ayolim bilan axloqdan gumonlanib mana bu nijis kasalni o'zimga yuqtirib oldi. Men bundan axloqdan bir minutmi ayrilmay ayolimga sodiq bo'lib mana bu ishkisini mangu qadrlayman.